Salam dostlar. Noroz bayramınlar mübarek olsun. Bugungi hikoyamda men sizlarga hammamizning uyida bor Oqam degan chiroyli rasmni tanishtirmoqchi. Qaranglar, u xuddi tortgan suratdeklar. Opam menga bu chiroyli rasmni tanishtirgach, qarang balam, bu rasmda har xil cholg'ularimiz va kiyim-kechak doktorimizni ajabni ko'rgan sizibdi. Dedi, qarab baqsan, ras shundoqkan. Tanishtirishimni avval o'ttardiki oppoq soqolliq bu buvamning chig'ayotgan solidan boshlaydi. Bu chalg'uning ismi Sattar ekan. Opam menga bu chalg'uni tordan tepib anlatib qo'ydi. Baxtmi muğluqkan. Skrupning ovoziga o'xshab qolamdi nima? Buvayning uyida o'tirgan bu dadashining chilayotgani top. Uning ovozi baxtmi jaralliq. Bunga qara, opam bilan billa ko'rgan artist bo'lamagan qiz degan bir kinodagi yilqi qiziqcha akashning topchilik qiziqchilik qilg'ini yodimga qilib qoldi. O'ng tarafdagi bu akashning chilayotgan sozni men bilmayman. U bo'lsa robot. Keynidagi akashni ko'rdinglarmi? Uning chilayotgani tanbur. Mana hozir anlayotganinglar da tanburning ovozi. Yemi degan yaqinlikqa Sığa atlas ko'ylak, beshida chiroyli chiman do'ppi kiyib olgan bu adashning chilayotgani doktor. Mana bu opamning eng yaxshi ko'radigan cholg'u asvodi. Ko'rsat bo'lsa, uning bakmi o'rganmasi bor. Dahi bizga bu o'rgatkisi bor. Meniki tumoq kiyib olgan bu opashning chilayotgan so'zni opamdan so'rasam, u bilmaydi ekan. Hey, yaxshiroq bizni baqsaq bo'lgan ekan. Uning yanidagi bu dadash qushlar chiritibdi. Do'stlar, men degan bu chalg'ularni sizlar bilmaysizlar. Bu rasmda men yana buni ommoq baxmagan sozladim. Sapaya, nag'ra, ney degandeklar bor ekan. Rasmda yana dahi qo'shiq bola tarchilayotgan ikki akashni ko'rdinglarmi? Men buningdan hayron qoldim va toshlar qo'shiqmi chalamdi. Yaxshi opam, qarang, xalqimiz yemadigan aqlliq. Oddiy narsalardan foydalanibmi go'zal ovozlarni chiqara olgan dedi. Biz yana uyda qo'shni sinab muzikaga tankash qilib baqdik. Baktaskan. Do'stlar, chalg'uimiz ajab chiqqanda, hammasinin ismini dadash opashlardan so'rab o'rganmalaydi-jimi? Bugungi hikoyamni mush yerda oxirlashtiray. Meni davomli qo'llashinglarni umid qilaman. Rahmat.